Washington Pochta gazeti Sharqi Turkistondagi paxta etizliqida 100 minglagan Uyg'urning majburiy emgakka silinishini Uyg'urlarning an'anaviy ruhiy holati va turmush usulini yo'qotish urinishi deb atadi. Gazetning tahrir hay'ati Xitoy g'arbidagi musulmonlarga qaratilgan urushda yangi bir sahna ochdigan mavzuliq maqola e'lon qildi. Maqolada oldin qatta yer shari siyosat markazi e'lon qilgan dokladga asoslanib mundaq deyildi. Paxta targizish Xitoyning Uyg'urlarning an'anaviy ruhiy holati va turmush usulini yo'qotish urinishining yana bir ko'zniki. Maqolada paxta etizlarida emgak qilishni rad qilgan Uyg'urlarning atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga avatilish bilan tahdidlanganligi ta'kidlangan bo'lib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarning diniy va an'analarini yo'qotib, ijtimoiy hayotini yangidan shakllantirish uchun majburiy emgakdan foydalanmoqda deyilgan. Sharqi Turkistondagi atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish biyantani Xitoy ko'chmanlarining Uyg'ur rayoniga ko'chishini davomli kuchaytirdi. Biyantang gazetining 12 ayning 16 kundagi xabariga qaraganda, atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish biyantani 13-5 yillik plan mezgilida Xitoy o'lkalaridan jami 6886 universitet o'quvchisi qabul qilgan. Xabarda aytilishicha, 2018 yil avgustdan boshlab G'arbiy rayon plani bo'yicha Sharqi Turkistonga yo'tkab kelingan Xitoylarga berilgan maosh va turalg'u qatorliq imtiyozlar o'stirilgan bo'lib, Biyangtan qabul qilgan 12684 Xitoydan 4152 nafari Sharqi Turkistonda yildiz tortishni tanlagan. Uchurlar qaraganda G'arbiy rayon planining Xitoy Kompartiyasi Yoshlar ittifoqi markaziy komiteti, Xitoy Ma'arif ministrligi, Moliya ministrligi, Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligi tarafidan elib berilmoqda ekan. Amerikaning Tayvanga qurol setib berishi va dengiz tavalligiga urush paraxti o'rinlashtirishi sababidan Xitoy Amerika munosabati jiddiy holat tutirmoqda. Amerika Tinch okean floti qo'mondonlik shtabi USS Mustin nomli boshqariladigan bomba paraxtining Tayvan bo'g'zidan o'tayotganda Xitoy armiyasi tarafidan parokandachilikka uchraganligini aytdi. Xitoy taraf bo'lsa shanba kuni Tayvan bo'g'zidan o'tgan Amerika urush paraxtini iz qo'g'laganligini va bu xil harakatlarning Tayvanning mustaqilligini qo'llaydiganlarga xato uchur beradiganligini aytdi. Amerika Tinch okean dengiz armiyasi qo'mondonlik organining bayonotida voqeaning USS Mustin nomli boshqarilgan bomba paraxti 19 dekabr xalqaro qonunga asosan Tayvan bo'g'zidan qarallik kesib o'tganda yuz berganligi bayon qilingan. Bayonotda bu paraxtning Tayvan bo'g'zidan o'tishining Amerikaning erkin va ochiq Hind Tinch okean va'dasini gavdalantiradiganligini ta'kidlagan. Bu Amerika dengiz armiyasining bu yil 12-chi qatim Tayvan bo'g'zidan o'tishi ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasida ilib berilayotgan texnika urushida Amerika yangi harakatga tayyorlik qilmoqda. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerikada parlament a'zolari hukumatning yil oxiridagi xomchoti va Xitoy virusiga qarshi turishga rag'batlantirish plani ichida Huawei va Zhongxin qatorliq Xitoy shirkatlarining uskunalarini Amerika telegraf sistemasidan chiqarib etish uchun 1 milliard 900 million dollarlik programmani tasdiqlashi mumkin. Amerika telegraf kasbining nazoratchisi bo'lgan Federatsiya xabarlashish komiteti Xitoyning Huawei va Zhongxin shirkatini tahdid turida baholagan hamda Amerika shirkatlarining bu shirkatlardan uskunlarni sotib olishini cheklagan edi. Kanada davlat mudofaa ministri Xorji Sajjan Kanada va uning ittifoqdoshlarining Xitoyga qarata cho'nqur andishisi bor dedi. Ministr Sajjan mundaq dedi: Huawei'ning ijroiy amaldori Meng Wanzhou'ning Kanadada sotilinishidan o'chilish uchun Xitoy xalqaro qoida va kelishimlarga qaramasdan 2 nafar Kanada fuqarosini qo'lga olib propoz qildi. Xorji Sajjan o'zining Xitoyning dunyoning o'xshamagan joylarida pul taqsimlashiga ko'ngil bo'ladiganligini bayon qilib, buning bir qism davlatlarning iqtisodining Xitoyning qo'llashiga tayinishini keltirib chiqaradiganligini ko'rsatdi. Kanada davlat mudofaa ministri Sajjan Kanada va uning ittifoqdoshlarining Xitoyning harakatiga qarshi bir tarafda bo'lishi kerakligini, buni Xitoyning har qanday hujumining oldini olishda qanchalik muhimligini ta'kidladi. Shuning bilan birga Sajjan Xitoyni dushman deb qaramaydiganligini, Beijing bilan bo'lgan munosabatda suhbat va diplomatiyaning muhimligini ta'kidladi.